إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 25-darsini o'qiymiz. 25-darsimizda Sura Baqaraning 80-oyatidan 82-oyatigacha bo'lgan oyatlarning grammatikalik tahlilini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qalu lan temassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Yahudilar deydi bizni do'zaxda sanoqli kunlarda ko'ydirdi deydi. Ey payg'ambar, ularga deginki, sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Yoki sizlar o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar? Amaliyotda sizlar degandek emas. Sizlarni do'zaxda ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qoladi. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar jannat ahlidir. Ular jannatda mangu qoladi. Endi bu oyat karimning so'zlik nuqtasidan qaragan vaqtimizda va qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. U yahudilar deydiki, bizni o't sanoqli kunlar ko'ydirdi. Bizga lan tamassana, ya'ni bizga o't sanoqli kunlar yetidi deydi. Ya'ni ularning demak yo'g'ini buni nima desa, biz do'zaxga az bir neçe gün kirimiz, sanak gün kirimiz. Eyyamen qalil, sanaklık gün do'zax kirimiz. Yani bu sanaklık gün qancha gün demek ki olsa bunun ixtilof bo'lib, ba'zilar deydi, muzayg'i ibodat qilgan muddat kuyimiz. Biz bir muzayg'i ibodat qilib qolgan vaqtimizda shu muddat deydi. Ba'zilar deydiki 7 gün. Yani ularning qarashida dunyo 7 ming yil bo'ldi. Har ming yilga bir kun kuyimiz 7 ming yılga 7 gün deydiganlar mı var? Nima bo'lsa bo'lsin, yana ular do'zaxdan ozgina kun do'zaxda jazolanadiganligi, undan boshqa do'zaxda jazolanmaydiganligini o'tdi. Ey Muhammed alayhisalom deydi Alloh taolo. Qul attakhaztum indallohi ahda. Dan ey Muhammed alayhisalom, sizlar Allohdan bir ahda olganlar. Dan ey Muhammed alayhisalom deb bularning degan mush gaplarini inkor qilish asosida, bular qarshi asosida Alloh sizlarga şunun qarta bir chin ahda berdi. Allah sizlar için ahdi verdi bu to'g'risida. Misal Allohning ahdi aldığını deydi. Fa iza kana qad wa'adakum bizalik. Agar Allah sizlarga shuni va'da bergan bo'lsa, falan yuxlifallohu ahda. Allah va'dasiga xilof qilmaydi. Am taquluna alallahi ma la ta'lamun. Sizlar Allohga yolg'on to'qatamsizlar. Allah nomidan Allah demegen gaplarni Allah nomidan da'vatamsizlar degan bo'ldi. Chunki qalidinkin alakasa yal iftira ma'nosida ishlatiladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo yahudilarning yolg'onchiligini bayon qilib, ularning do'zax o't bizga do'zaxda yetmaydi, faqat sanoq gididi degan. Yani do'zaxda mangu qolmaydiganligini, o't sanoqli kun yetganligidan iborat gumonini bir taraf qilib, uni vayron qilib, Alloh taolo deydiki, bala deydi, bala. Ya'ni sizlarga o't yetadi. Sizlar shu do'zaxda mangu qolsizlar. Xuddi kafir, kabir gunohlarni qilgan kafirlar mangu qolgandek sizlar do'zaxda mangu qolsizlar. Sizlarga do'zax kirsizlar, o'tni ko'ydiradi deb Alloh subhanahu va taolo bala. Men kasaba sayyi'atan ve ahatat bihi khati'atuhu. Kimki kasaba sayyi'atan bir shirkni, bir kufrni o'qib yerga sayyi'a shirk degan ma'noda ishlatiladi, kufr degan ma'noda ishlatiladi. Kimki shunday bir shirk bilan shug'ullansa,
ve bu adamın onun hatalıkları, yani küfürlükleri, şirkleri, kılgan hata küfürlükleri her taraftan o adamın koruşu varsa, yögü varsa, nicatlık yolu bu adamı itilse, فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yani aşındak adamlar dozak ehli buludu. Ular dozakta mengu katılar. Yani dozak ularına ait için yepşidu ki ular oğuttan mengu çıkanmaydı. Diyemedi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman etkan, salih emellerini kılgan adamlar. Yani وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا yani iman ölen salih emel otturun cuğluğan müminler. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ olan için imanını etti, imanını edip bakmayı salih emellerini mi kıldı? Çünkü iman bilen salih emellerini otturun cuğluğan müminler فَلَا تَمَسُّهُمُ النَّارِ ularga ot yetmeydi. Ularga dozak girmeydi. Belhum fi ravdatil cennet. Belki ular cennet bahçeleri buldu. Ulaik ashabul cennehum fiha halidun. Yani şular aşındak iman etkan salih emellerini kılgan ana şundak kişiler ular cennet ahli buludu. Ular cennette mengu kap kalıdu. Dep Allah subhanahu wa ta'ala şunu deydi. Endi bu ayet-i kerimlerin grammatiklik noktalarından kargan vaktimizde وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً Diki vav ruful atibe. Kalu fil mazi mebni ala dam vav fa'il. Yani kalu fil mazi ama peşki mebni. Nimişka? Çünkü onga vavul cema'a tutaşkalık için. Eşlik vav onun fa'ili oldu. Fil mazi. Len temessenen naru diki len harfi nefi ve harfi nesbi ve harfi mustakbel. Yani bu len hem nefilik manasını, bulutsuzlukunu ifadeleş rolünü tekkilidu ve üzdün kilen fil muzarını düşündürüş keldirdi ve filnin zamanını kelgüs zamanda özgertirdi. Len harfi nefi ve nesb. Temesse bu fil muzari mensup. Yine düşündürüşlep kelgen fil muzari na zemir muttasil tutaş küçük kişilik almışlık runcatı düşündürüşlep kelgen mef'ulun bir. En-naru bu yadiki temesse ergen pilinin faili olup runcatı başka işlep kelgen illa adatul asri eyyamen bu şu temesse ergen pilinin ki zerb zamanı olup şünkür işlep kelgen şünkür işlep alameti fetha ma'dude eyyamının süfti. Hem bu yerdeki illa eyyamen ma'dudadaki bu istisnai mufarrah. Yani istisnai mufarrah olgaçka bu yani mustasna minhu zikr kılınmagaçka bu yerde bu mustasna böyle amil takazası önce eyyamen ma'duda temessenin zerbi zamanı oldu adındaki filmin talebi boyunca. Yani eyyam sözünün eslisi eyyamın eslisi eyvam. Çünkü o yevminle köptük olgaç. Yevmun eyvam. Huda kavmun akvam kelgen. Kavmun sözünün köptük akvam kelgen oluşaş. Yevminin köptük eyvam kelidu. Lekin eyvam desek bir yere vovlen vo ve yavlen vo bir yere çıksı bir yere kelgen. Vo mu kelgen, ya mu kelgen ama çıksın birinci sukun, ikincisi hareketlik asasda vovlen ya bir yere kelgenlik için bir yere vo bu eyvan bu yağa yötkülüp ya şunun yağda idgam kılınıp şunlar eyyam doğan. Kul ettehaztum indallahi ahda felen yuhlifallahu ahda. Kul bu yada fiil emri fail yuşurun çıkalmış bulup ente. Bunun fail oludu. Hemzatul istifham. Hemzatul istifham bu sual vasıtası ittahaza fiil mazi mebni ala sukun fail tum. İnde buludu olursak inde ittahaza diyen fiilin ki zarfil makanı olup muzaf Allah'ı muzaf ile ahden mef'ulun bih. Hem de bu yada bir kul ittahaztum indallahi ahda diyen mutasisi. Hem de ittahaztum indallahi ahden hemmisi
Qalının cümleden kelgan maf'uli ekanligi aniq. Ammo mishada ittakhaztum indallahi ahda degan bo'ldi. Ittakhaztum. Ammo oyat karimda ittakhaztum deb keldi. Ittakhaza bu yerda chunki hamzatul vasli bu yerda pilning beshta keldi. Qanday pilning beshta? Hamzatul vasli bu yerda asli ittakhazadiki hamzatul vasli qanday hamza deganda pilning sakin bilan söz başlanışı bo'lmagan ekan, sakin bilan boshlanishdan saqlab qolish uchun, pilning sakin bilan boshlanishni qutuldirish uchun pilning beshiga kirgan hamza bu. Ya'ni hamzatul vasli nima uchun kelgan desa, pilning sukun bilan boshlanmaganligi uchun, shunga sukun bilan so'z boshlanmaganligi uchun shunga hamza kelgan. Endi hamzatul istifham o hamzatul vaslining beshiga kelganiga ittakhaztum deb kelganlikin, bu yerda hamzatul vaslining roli tugaydi. Nimishqa o hamzatul vasl nimish kelgan? Bu pilni sukun bilan boshlashdan saqlab qolish uchun kelganda, uning beshiga hamzatul istifhom bo'lgan kirganligi uchun ittakhaztumdagi hamzaning roli tugadi, o'chib ketdi, shuning bilan attakhaztum bo'ladi. Shunga qul attakhaztum deb kelgan. Falan yuxlifallahu ahda. Endi fa yani faul fasihiyya. Yani cho'qim bu yerda 5ta bir narsaning tushib qolganligini uchuqlashtirib turadigan ta degan bo'ldi. Endi la yuxlifullahu ahdiki lan shu 5ta bayon deb qo'ygan lan o'xshaydi. Yuxlifa fil muzari mansub urunja tushuntirib kelgan fil muzari fa'ala Allah ahda lafz jalal yani mushu Allah degan lafz jalal uning fa'ili urunjatda boshqa ishlab kelgan ahdi maf'ulun bi mansub mudab ha zimir muzaf ilayh. Endi falan yuxlifullahu buni fa'ul fasihiyya dedik. La yuxlifallahu 5 cümleden qanday alaqasi var deganda bu 5 cümlenin ilgari o'tgan bir istifhom bor ya, attaxaltum degan istifhomning javobi deb qo'yildi. Ular deydiki bizga o do'zax sanoq kuni yetadi degani Allah deydi. Muhammed Aleyhisselam sizlar Allohdan bir ahd oldingmi? Allah sizlarga bir ahd berdimi? Allah ahd bergan bo'lsa, Allah ahdisiga hargiz nima qilmaydi, xiloflik qilmaydi degan bo'ldi. Shunga o'sha attaxaltum degandiki istifhomning javobi. Endi bu cümle fala yuxlifallahu ahdadiki bu cümle istifhomning javobi ekan. Bu istifhom shart ma'nosini o'z ichiga olgan istifhomning javobi. Bu yerda istifhomda shart ma'nosi bor. Yoki mushu nimadan keyin istifhomdan mushu 5ta bir shartning javobi bo'lishda mushu istifhomning oldida bir nima taqdir qilingan, shart taqdir qilingan muqarrar. Demak, bu yerda bir xil ixtilof bor. Ya'ni bu yine mushu istifhom matamanni amri nahiy deymiz, mushular shart ma'nosini o'z qatiga olganlik yo'li bilan ondan fala yuxlifa degan fa istifhomning javobi ham shartning javobiga kelgan fa bo'lib keldimi yoki u shart istifhomdan keyin tashlanganmi degan bir savol chiqadi. Ya'ni shu biz agar ittaxaztum attaxaztum degan hamza o'sha istifhom vasitasi shart ma'nosini o'z ichiga olgan desak, bu boshqacha bo'ladi. Yo'q, u nima qilinmagan ashada bir shart vasitasi tashlangan desak, bu boshqacha. Imom Zamaxshariy deydiki, falan yuxlifa bu bir mahzub qaloqadar bu. In ittaxaztum indallahi ahda falan yuxlifullahu ahda degan bo'ladi. Attaxaztum indallahi ahda. Sizlar Allohning dargohida Allohdan bir ahd oldingmi? Allah sizlarga bir ahd berdimi? Agar Allah sizlarga nima bergan bo'lsa, bir ahd bergan bo'lsa, Allah ahdisiga nima qilmaydi? Hargiz xilof qilmaydi degan bo'ladi. Shu yerda sharti muqaddar, fa'ni fa'ul fasihiyya deymiz. Bunun beşte bir şart cümle taşlangan. Attaxaztum indallahi istifhomdan keyin nima taşlangan deymiz? Ya da şart-ı muqaddarning bir şartlik cümle taşlangan. La yuxlifallahu ahda taşlangan şart-ı muqaddarning javobi deb qo'yamiz deydi. Ammo boshqa ulamalar hamzada shart ma'nosi bor,
Hemisi de şart manisi öz katıga aldırılgan, istifamga şart manisi singdirib ötilgen, şunlaşqa falan yo'qlayıplar. Aşının şu istifamning cevabı desek butu deb qaraydi. Şuna belki pani faul pasihya deyishimiz şartı muqaddar, eşer bir taqdim qilingan shartning borlig'ini ochiqlashtirib berganlik uchun faul pasihya desek bo'ladi. Yoki buni faul pasihya deyishimiz aşada istifamda bir şart ma'nisining bor ekanligini bizga ochiqlashtirib berganlik uchun faul pasihya deymiz. Yani bu pa shartning javobida kelgan pa bo'lib, jumla shartni javob shartni jumla shartga bir bog'lash yo'lini o'tgandek faul pasihya deydi. Em taquluna alallahi ma la ta'lamun. Deki em çoğulisa em huruful atba. Em de bir yerde harfi at bo'lganda em muttasila bo'ladi. Em odatda em muttasila yoki em munqati'a bo'lib ikki xil holatda ishlatiladi. Agar biz emni harfi atbi desak em muttasila bo'ladi. Agar emni harfi isti'nab desak em munqati'a bo'ladi. Yani em harfi atbergende o em muttasila, yani muadile şu, o çağda o özün kelgan cümleler, özün aldığı cümlenin ma'lum münasebeti var, özün kelgan cümlenin özün aldığı cümleler bağlap kelgan cümle deb qaraymiz. Ya emni biz harfi istinab degan vaqtimizda o harfi atolmay munqati bo'ladi. Bu çağda o em bel ma'nisi bilan bo'ladi. Bel ma'nisi bilan. Bu çağda bel ma'nisi bilan bo'lib keladi. Ama qanday bo'lsin taquluna fil muzari va fa'il Allahi jar majrur taqulu ala qadar bo'ladi. Endi tarjimada qanday ta'sirlar bo'ladi degan vaqtimizda Dani Muhammed Rasululloh sizlar Allohdan bir ahd oldingmi? Alloh sizlarga bir ahd berdimi? Alloh sizlarga ahd bergan bo'lsa, Alloh ahdisiga hargiz xiloflik qilmaydi. Yoki sizlar Allohga sizlar bilmaydigan narsani Allohga da'vat qilamiz. Yine yoki sizlar Allohga sizlar bilmaydigan narsani Alloh nomidan yolg'on so'zlayapmiz sizlar. Degan bo'ldi. Bu chaqda am muttasila bo'ldi. Agar amni biz harfi nima degan vaqtimizda istinab degan vaqtimizda munqati bo'ladi, ban ma'nosi bilan bo'ldi ya, balki deb tarjima qilamiz. Alloh hargiz ahdisiga xiloflik qilmaydi. Balki sizlar Alloh subhanahu va taolo nomidan sizlar bilmaydigan gapni qilyapsizlar degan bo'ldi. Demek taquluna özün aldığımız cümle et bo'ldi. Biz harfi et degan vaqtimizda munqati degan vaqtimizda amne o mustaqil cümle oldu. Endi ma la ta'lamun ma ism mavsulun taqulunun maf'ulun bih. Ma harfi nafi ta'lamuna ma ism şu ma la ta'lamun sini so'g'anlikin ma la ta'lamun ma şu taqulunun maf'ulun bih oldu. La ta'lamun silisi oldu. La harfi nafi ta'lamun fil muzari ve fa'il cümle la ma'la min al-i'rab. Çünkü ism mavsulun silisi. Em taqulun taqulun deganda biz bayon qildik, ikki yo'l dursun. Birisi muttasil bo'lish, ikkinchisi munqati bo'lish. Munqati bo'lganda harfat bo'ladi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Bala harfi javob. Xuddi na'amga o'xshash harfi javob. Na'am la deymiz odatda harfi javob. Ama balaning o'xshamaydigan chuqur nafi bulutsiz bo'lgan savollik jumlaga yoki bulutsiz nafi mazmundagi bir jumlaga javob harfi bo'lib turadi. Ya'ni shunga 5 ta ilgari kelgan bir nafi jumlaning qarata manfiy jumlaga qarata musbat ma'nini ifodalab keladigan bir nimasi bo'ladi bu javob harfi. Masalan, alastu bi robbikum qalu bala degan o'xshash. Unda bu nima ma'no chiqaradi deganda bala ular dediki qalgan tamasini nar illa ayyamin ma'duda. Yani ular dozaq o'ti bizga sanoq kun yetadi. Undan keyin biz dozaqqa kirmaymiz dedi. Bala yo'q. Undaq emas. Sizlar masala sil degandek emas, dozaqqa kirsizlar. O'tni ko'ydiradi dedi. Man kasaba sayyi'atan man ismi shart. Jazim yani mabni fi ma'na rafi mubtada. Yani men bu yerde ismi şart vasıtası. İsmi şart olup özün kelgan fe'l muzari'ni jazm o'qitgan, yani özün kelgan fe'l muzari jazm o'qiladi. Özün kelgan fe'l muzari'ni jazm o'qitgan şart ismi olup bu sukunga mabni urun jihati boshqa shart kelgan mubtada. Kasaba
Film mazi fa'il huwa olup menga qaytıdı. Sayyi'atan maf'ulun bih olup kasaba sayyi'atan degan bu fil şart cümle şart olup mahallen meczum. Eğer yaksibu kelgan bolsa yaksib deb jazm qilib ham bitdi. Ve ahatat bihi xati'atuhu deki ve huruful atba bulup ahatat bihi xati'atuhu degan cümle kasaba sayyi'atan degan cümle atba. Yani ahatat bihi xati'atuhu kasaba sayyi'atan degan cümle şartga atba. Ma'tum ma'tumlayni bu da. Endi faulaika ashabun nar hum fiha halidun buludu degan vaqtimizda faulaika fa'ul rabita. Cevabı şartına beş kelgan fa. Yani cevabı şartını cümle şartga bağlash uchun bağlab kelgan. Nima ish qiladi? Chunki javobi shart jumla ismiyatning kifobachiqa bu uni bağlamak. Fa kamisa ashab ulayk ashabunlar ayrim bir jumlada ma'noni ifodalab qo'ydi. Bu nuqtadan fa kelgan bo'ladi. Shunga bari fa'ul rabita deymiz. Shartning javobini bağlab. Shartning javobini cümle şartga javobini bağlab kelgan fa la mahalla min deydi. Ulayka mubtada mahallan marfu ismi ishorat olup kasrga mabni olup urunjati boshqa ishlab qo'ygan. Mubtada ashabun nar xabar. Ulayka ashabun nar xabar. Bulup man mubtada bo'ldi ya. Kasaba sayyi'atan va ahatat bihi xati'atuhu degan jumla shart. Ulayka ashabun nar degan javobi shart. Cümle şart ve cevabı şart ikisi birleşip men degan ismi şart. Mubtada ismi şartning xabar. İsmi şart dedi. Men hem şartlik rolunu tap geldi hem mubtada olab geldi. Men ismi şart deganligimizga asosan kasaba sayyi'atanni fil şart. Ulayka ashabunlarning javobi shart dedi. Men mubtada deganligimizga asosan kasaba sayyi'atan va ahatat bihi degan bihi xati'atuhu degan jumla shart. Ulayka ashabunlarning javobi ham jumla shart va javobi shart qo'shilib xabar deyildi. Ammo buning dini boshqacha qarashlar bor. Hum fiha xalidun buludu desa hum mubtada. Fiha jar majrur xalidun mutaalliq xalidun zarf. Makan zarf. Makan xalidun xabar olup hum fiha xalidun degan bu ismli jumla ulayka degan mubtadaning ikkinchi harfi. Ulayka mubtada ashabunlar birinchi xabar, hum fiha xalidun ikkinchi xabar olup ulayka ashabunlar hum fiha xalidun juz'u javobi shart. Javobi shart bo'lik edi. Vallazina amanu va amilus salihati ulayka ashabul janna hum fiha xalidun. Endi bu nimaga qanday bo'ldi desak, endi vallazina amanu va amilus salihat. Ana iymon etgan va salih amallarni qilgan kishilar ashul jannat egillaridir. Ular jannatda mangu qolib qoladi. Onda da ulayka belki vav huruful atba allazina ism mavsul mabni allazina ism mavsul mabni olup runjata boshqa ishlab qo'ygan. Mubtada amanu fil ve fa'il hamsi qo'shilib allazina ism mavsulning silasi amilu as-saliha amanu atba va arfatbi amilu as-saliha amanu atbuludu fa'il vav as-salihat maf'ulun bi olup bu cemi manası alım bo'lg'achqa alamatun nasbi al-kasra bo'ladi. Andada allazina mubtada ekan amanu va amilus salihat uning sili bilik ekan. Silisi ekan. Sizning jumla grammatik qoni yo'q. Allazin degan mubtadaning xabar qasi degan bir bo'lsa, uningki xabari ulaika ashabul janna hum fiha xalidun jumla bu jumla xabar. Ulaika mubtada ashabul janna xabar. Ulayka degan mubtadaning xabari ashabul janna. Hum fiha xalidun ulayka degan mubtadaning ikkinchi xabari. İkinci xabari bo'lib, ulayka ashabul janna hum fiha xalidun degan bu ismli jumla allazin degan ism mavsulninki xabari bo'ladi deb qaraymiz. Shunga bu jumlaga qaragan vaqtimizda 5dan boshlab shu man kasaba la malla jumla istinafiya. Man ismi shart bo'ldi. Kasaba o'zining nimalari bilan qo'shib kasaba sayyi'atan va ahatat bihi degan bu jumla mustaqil jumla bo'ldi. Ammo kasaba sayyi'atan javobi shart bilan qo'shilib man degan mubtadaning xabari bo'lib mahallan marfu bo'ldi. Ahatat bihi xati'atuhu degan kasaba sayyi'atanga at bo'ldi. Ulayka ashabul nar deganimiz bu
Pavlan kuşlap kelgen cevabı şart. Hum fiha halidun ulaik degan mubtadaninki ulaik ikkinchi xabar bo'ldi. Endi allazina amanu şu ulaik biz allazina amanu cümle müsta'nif la mahalla ma'tuf illa beşki cümle ettik ya. Men kesebe seyahaten degan cümlege bayap şu. Amanu la allazina ismi mevsunun silisi amilu amanu atba ulaik asabu allazina degan ism mevsunun xabar bo'ldi. Hum fiha halidun ulaik degan mubtadaning xabar ikkinchi xabar bo'lgan. Bugungi darsimiz mushaqchi bo'ldi. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.